Sizga nisbatan tezkor tadbir o'tkazilmoqda. Joyingizda o'tiring. Yoki Mana buni uyimdagilarga berib oling, boshliq. uchinchi marta ochiq beryapman. Hozir nima bo'ldimi? Qaysi? Ikkita iPhone yetdimi? Akamga uchrashing, bering telefon qilib oling. Ha. Alo. Aka. Shunda boshliq uchrashib oling. Aytib qo'ydim. Qara, parod qilmalaring. Bir emas, bir necha marotaba qamoqxonada mahkumga moddiy manfaat evaziga sharoit yaratib bergan xodim qo'lga olindi. Bir kuni qilgan qasamyodini unutib, firibgarlik qilayotgan xodimning ishi Chirchiq shahri 13-sonli jazoni ijro etish koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan mahkumga tabiiyki yoqmaydi va bo'lgan holat bo'yicha Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi rahbariyati nomiga ariza bilan murojaat qilib, mazkur koloniya tarbiyaviy ishlar bo'limi katta inspektor ijtimoiy xodimi yaqin qarindoshlarga xat yozishmalarini yetkazib berish, jazo muddatini o'tash davomida yaxshi sharoit yaratib berish evaziga 2 dona iPhone 17 rusumidagi telefon apparatlarini olib berishni talab qilayotganligini ma'lum qiladi. Shuningdek, firibgarlik qilayotgan xodimga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini ham so'raydi. Jazoni ijro etish koloniyasi xodimi kafeda mahkumning akasi bilan ko'rishib, talab qilingan pullarni olib kelganiga ishonch hosil qilgach, Mehmoning bormi? Ha, joy Ha, joy aytib qo'ydim. Ketdik ham. Assalomu keling. Charchamasdan. Yaxshimisiz? Aka tuzamisiz? Charchamayapsizmi? Yetib orishdimi? Ikkita iPhone bo'ladi. Aka endi gap ochiqman, uni texnikani yaxshi tushunmayman. Qarang, bunaqa qilamiz. Meni tushunmasangiz 3,5 ming berasiz, qolganini o'zim qo'shib olaman. Mana sharoitini qilib berganman, qiynalmaydi bola. Men bolalar bilan gaplashuvdim, taxminan shunaqa deyishuvdi. Aka, mana to'xtab hozir 1 minut. Men aytaman, olib ketishadi. Maylimi? Xo'p, bola. Alo. Yaxshi o'tiribsizmi aka? Charchamading, choy bilan yangilab keling. Rahmat. Va akaga nimadir berishingiz kerakmi aka? Aka mashina. Bo'ldi, o'zim berib qo'yaman. Rahmat. Xodimning sinfdoshi jabrlanuvchining oldiga kelib, talab qilingan 3500 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olgan vaqtida Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari o'tkazgan tezkor tadbir davomida ashyoviy dalillar bilan sinfdoshlar qo'lga olinishadi. Nechi pul oldingiz? 3,5 ming. 35 ta. 13-son jazonga koloniyasida ijtimoiy xodim. Qatdan taniysiz Jahon? Mahkum uyidagilari. Surishtiruvlarda kafe ish boshqaruvchisi bu ishni 13-sonli jazoni ijro etish koloniyasi xodimi, ya'ni sinfdoshi iltimos qilganligini ma'lum qilgan. Shundan so'ng xodimning shaxsiy avtomashinasi tekshirilganida mahkum tomonidan qo'lyozma shaklda oila a'zolariga yozilgan 8 varaqdan iborat 4 dona xatlar borligi aniqlanib, daliliy ashyo sifatida olingan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent viloyati jazoni ijro etish koloniyasi xodimiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi 28 orqali 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mashina kechadan beri turibdi. Shubhali chutda tanimaysizmi? Tanimadim, tekshirib ko'ramiz aka. Mana bu yerda 60 ta. Tarqatish kerak. Ani kuni qo'ygani nima bo'ldi? Klientlar oldi uni. Anura kelyapti-yu. Profayt inspektorimiz bilan nimadir otib yubordim, qarab ko'ring. Qanching hurmatli xon, nima tashladingiz? Hozir siz otdingiz-ku, mana kameralar bor. Ko'rib yozib oldi hammasi. Meniki emas, Oling. Ko'rdinglar buni? Ikkita xolis chaqiring, hozir tekshiramiz. Qani oling. Mana kelinglar, xolislar, o'z ko'zdan kechiramiz. Xolislarni ochib ko'ramiz, oydinlik kiritamiz aka. Xolislar yoning. Giyohvand modda bilan qo'lga tushgan 2 nafar shaxs voqeasi Toshkent viloyatining Qibray tumanida sodir bo'lgan. Giyohvand moddalar bilan qo'lga tushgan shaxslar ishni yopti qilish hamda holat bo'yicha tegishli hujjatlarni rasmiylashtirmaslik evaziga tezkor xodimga bir necha marotaba 2000 AQSh dollar pullarni pora tariqasida taklif qiladi.
boshqa chorasi qolmagan va pora olishni burchiga xiyonat deb bilgan xodim O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasiga ariza bilan murojaat qiladi. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi va Qibray tumani prokuraturasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida huquqbuzar shaxs tezkor vakilga taklif qilingan pullardan 1500 AQSh dollarini pora tariqasida bergan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan daliliy ashyolar bilan ushlanadi. Mazkur holat yuzasidan pora bergan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, agar siz ham xodimlar bilan bog'liq korrupsion yoki boshqa jinoyatlarga guvoh bo'lsangiz, zudlik bilan Ichki ishlar vazirligining 1102 yoki shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasining 71 kodi bilan 231 31 74 raqamlariga xabar bering. Xabar berganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.